Yerga eng yaqin bo'lgan yulduz bilan Yerning o'rtasidagi masofa. Endi undan tashqari qancha yulduzlar bor bu galaktikada? Mana ozgina fikr qilaylik. Endi mana shu masofani Yer bilan unga eng yaqin bo'lgan yulduz o'rtasidagi 41,5 trillion kilometr masofani soatiga 200 kilometr tezlikda yuradigan mashinada bosib o'tmoqchi bo'lsak, bizga 23 million yildan ko'proq vaqt kerak ekan. Soatiga 200 kilometr ketadigan mashinada yursak, 23 million yil kerak ekan. Endi undan keyingi yulduzchi? U qancha yurar ekanmiz? Bari insoniyat tarixini 10 ming yil deng. Odam alayhisalom tushganidan keyin Alloh biladi aniqini 10 ming yilda tasavvur qilaylik. Qachon bosib o'tish mumkin? Bu qanaqa bir insonni aqlini lol qoldiradigan katta masofa. Bu eng qisqa masofasi shunchalik bo'lyapti. Shuning uchun birodarlar, Alloh taoloning azamati haqida ozgina fikr qilaylik.